Avvalo tushunishimiz kerakki, ozish bu oson jarayon emas. U murakkab biologik jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ozishga kirishayotgan odamda organizmda qanday o'zgarishlar bor, qanday gormonal yoki bo'lmasa ichak faoliyati tomonidan yoki organlar tomonidan qandaydir buzilishlar bormi, o'shani hisobga olishimiz kerak. Har qanday ozish uchun qo'llanilgan usul sizga samarali bo'lmasligi mumkin. Chunki sizda qandaydir xatolik borki organizmda, u sizni vazningizni ushlab turibdi. Buni birinchisi nima bo'lishi mumkin? Eng ko'p uchraydigan asosiy sabablardan biri insulin sezuvchanligining pasayishi, ya'ni insulin rezistentlik. Insulin rezistentlik qanday holat? Bu holatda hujayralar insulinga javob reaksiyasini bildirmaydi va siz ko'p miqdorda yegan shirinligingiz yog'larga aylanib zaxira sifatida to'planib boradi. Va metabolizm buzilishini hisobiga uni parchalanish jarayoni ham sekinlashib, buzilgan holatda namoyon bo'ladi. Bu o'z navbatida semizlikka olib keladi va siz qanchalik harakat qilmang, insulinni normaga tushirmasangiz oza olmaysiz. Ikkinchi holat gipotireoz. Bu qanday holat? Bu bo'qoqning bir turi hisoblanadi. Bunda qalqonsimon bezdagi T3, T4 gormonlarning yetishmasligi hisobiga yuzaga keladi. Bu o'z navbatida organizmda metabolizmning pasayishiga olib keladi va barcha jarayonlar sekinlashadi. O'z navbatida yog'larning parchalanish jarayoni ham shu misolda. Endi siz charchash, uyquchanlik, holsizlik va shu bilan bir qatorda semirishga shikoyat bildirsangiz, albatta qalqonsimon bezingizni tekshirishingiz kerak. Keyingi sabablardan yana biri uyquning kamligi, ya'ni 6 soatdan kam bo'lishi. 6 soatdan kam bo'lgan uyqu kortizol miqdorini oshiradi. Kortizol o'z navbatida yog'larni zaxira sifatida teri ostiga to'plash vazifasini bajaradi. Shuning uchun uyquning normal bo'lmasligi yoki uning qisqa bo'lishi bizda har doim ortiqcha tana vazniga olib keladi. Ta'sir qiluvchi faktorlarning keyingisi doimiy stress. Doimiy stressda organizmda qanday holat yuzaga keladi? Bunda organizm stress natijasida himoya refleksiga, ya'ni himoya bosqichiga o'tadi. Himoya bosqichida organizm hamma narsani o'zida ushlab qolishga harakat qiladi. O'z navbatida yog'larni ham. Oqsillar, yog'lar, uglevodlarni bir vaqtda olib qolgani bilan asosan yog'lar to'plangani hisobiga organizmda semirish yuzaga keladi. Shuning uchun ham stresslar yana bir asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Keyingi faktor ichaklar mikroflorasining buzilishi. Ichaklarimizda yashaydigan bakteriyalarning yetishmasligi oqibatida hazm jarayonimiz buziladi va bizda parchalanish jarayoni oxirigacha bo'lmasligi, chala bo'lishi yoki bo'lmasam zararli moddalarning to'planishi ushbu bakteriyalar yetishmovchilik hisobiga yuzaga keladi. Bu holat qachon bo'ladi? Odatda ko'p antibiotik iste'mol qiladigan insonlarda, ya'ni ichaklar mikroflorasi buziladi va ularni qayta tiklamagunimizcha ichaklarimizda to'liq hazm jarayoni amalga oshmaydi. Va undan tashqari noto'g'ri ovqatlanish natijasida ham bakteriyalar nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun bakteriyalarning roli ushbu holatda ahamiyatli. Keyingi faktor bu noto'g'ri ovqatlanish tartibi, ya'ni qaysidir ovqatlanish tartibimizni yo nonushtani yoki tushlik yoki kechki ovqatni qoldirib ketish, yemaslik. Aslida men bir mahal kuniga ovqatlanaman, shunaqa qilib ozaman, kam yesam ozaman degan tushuncha noto'g'ri. Chunki har bitta bizning ovqatlanish tartibimizga, ya'ni nonushta, tushlik, kechki ovqatimizga organizm javob reaksiyasini bildiradi. Organizm kutib turgan paytda biz unga ovqat mahsulotini kirgizmasak, u himoya bosqichiga o'tadi va o'zidagi bor mahsulotlarni maksimal darajada o'zida ushlab qolishga harakat qiladi. U o'ylaydiki, men hozir bu sarflab yuborsam, zaxiradagi yog'larni energiyaga aylantirib yuborsam, ovqat tushmayapti. Endi bularni men olib qolishim kerak degan maqsadda zaxiraga o'tadi. Shuning uchun ham yemasdan turib ozish degan noto'g'ri tushunchadan xalos bo'ling, chunki bu aslida noto'g'ri yo'l. Yeb turib, faqat me'yorni ushlab turib ozishimiz kerak. Harakat yetishmasligi, harakat kamligi bu ozishdagi eng asosiy omillardan biri. Biz qancha kaloriya iste'mol qilsak, harakatimiz shunga mos ravishda bo'lishi kerak. Agar yeyotgan, iste'mol qilayotgan kaloriyamizga mos bo'lmagan tartibda biz harakatlansak, ya'ni ko'p iste'mol qilib kam harakat bo'lsak, unda zaxira yig'ilishi boshlaydi. Yoki aksincha, biz kam iste'mol qilib ko'p harakat qilsak, biz ozishni boshlaymiz. Shuning uchun har doim balansni ushlashimiz kerak. Yeyotgan taomimiz bilan harakatimiz mutanosib bo'lishi kerak. O'shandagina me'yorda vaznimizni ushlab turamiz. Psixologik omillar ham albatta muhim o'ringa ega. Psixologik omillar shundayki, ba'zi insonlar men yesam, yemasam baribir semiraveraman, ozolmayman degan noto'g'ri tushunchada yashashadi. Yoki bo'lmasam har bitta qoshiqni o'ylab og'izligiga olib borishadi. Hozir shu qoshiqni yesam, semirib ketaman,
yoki shuni yemasam ozaman degan psixologik ularda tushunchalar bor. Shuning uchun ham men aytamanki, har bitta qoshiqni sanash kerak emas, shart emas. Yoki har bitta ovqatni yeyotganda shuni yesam semiraman yoki shuni yesam ozaman degan narsadan yiroq bo'ling. Ongli ravishda kaloriyangizni ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Shunga qarab ongli ravishda harakat qiling. Misol uchun, ko'rib turib, pirojniyni ko'rib turib, men bu pirojniyni yesam semirmayman deb uni ko'rko'roni o'zini o'zi aldab yeb olish, bu aslida o'zimizni o'zimiz aldashga kiradi. Shuning uchun psixologik omillar asosiy o'rinni egallaydi. Keyingi omilimiz dori vositalari. Ma'lum bir insonlar ozishga harakat qilayotgan jarayonida doimiy ichib yuradigan dorilarni hisobga olishmaydi. Chunki yillar davomida ba'zi dorilar ichiladiki, u boshqa kasalliklar uchun bo'lishi mumkin, nafas yo'li kasalliklari yoki boshqa buyrak usti bezi kasalliklari faoliyatini normallashtirish uchun ular yillar davomida gormonal preparatlar iste'mol qilishadi. Bu aslida hayotiy ko'rsatkich. Biz uni inkor qila olmaymiz. Uni doimiy ravishda iste'mol qiladigan bemorlarda ozish jarayoni albatta sekinlashadi. Chunki siz qo'shimcha ravishda tashqaridan gormon vositasini qabul qilyapsiz. Sizda ozish jarayoni boshqalarga nisbatan sekinroq bo'lishi, samarasizroq bo'lishi mumkin. Albatta dori vositalarini hisobga olishimiz kerak. Shuning uchun siz agar ozmayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan xafa bo'lmang. Sizda qandaydir omil bu jarayonga to'sqinlik qilib turibdi. Shifokor yordamida ushbu masalaga oydinlik kiriting, sababini toping va yechimini toping. Ozish bu raqamlardagi ko'rsatkich emas. Agar siz ozmayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan xafa bo'lmang. Siz to'g'ri yo'lni tanlang va ushbu yo'lda sog'lom ozing.